Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Men bugun somsa tayyorlab ko'raman. Albatta tomosha qiling. Piyoz va go'shtlarni go'shti va to'rali to'g'rab chiqamiz. Idishimizga piyoz va go'shtni solib, tuz va zira sepib aralashtiramiz. Tuzli suvda undan xamir qorib chiqamiz va yaxshilab pishlaymiz. Xamirimizni jovada yupqa qilib, un sepib yoyib chiqamiz. Yoyilgan xamirimizni ustiga eritilgan margarinni surtamiz. Make sure to crimp the edges tightly so the filling doesn't leak out when baking. Bismillahirrahmanirrahim. Juda mazali chiqib ko'ri, albatta qilib ko'ring.